ertalabdan muhim uchrashuvim bor. Shuning uchun bugun yuzimga uhud qilib uxlaymiz. Uhud qilishdan oldin ertalab betim ishib ketmasligi uchun limon suvi icha olamiz. Hamma so'raydi, limon suvini qanday ichadi deb. 100% limon suvini olasizlar. Ложкani tagiga shunchalik qo'yasizlar, ustidan suv qo'yib yuborasizlar, все, ichasizlar, bo'ldi. Mana. Mana shunaqa qilib ichsanglar bo'ldi, kechasi uxlashdan oldin. Bugun uxlashdan oldin betimga o'zim yaxshi ko'radigan uhud qilmoqchiman. Bu albatta 5x. Yuzda rosa uspokayivchi qiladi. Shuning uchun to'lerini surtab, bu yuzimni cheska qilganman, shuning uchun uxlashdan oldin uhud qilsam rosa foyda bersa kerak. Bu podrostoklarga ko'proq tushadi. Podrostok o'g'il bolalar, qizlarga ko'p tushadi. Mana yuziga qizarib ketish, ugri toshish bor-ku, o'shalarga ko'p tushadi. Bu ertalab qaynonamga ota-onalar kuni gul berganimda rosa xursand bo'ldilar. Rasmga olib, qaynonamni dugonalar bilan gruppovoy chati borda, o'sha gruppaga jo'natdilar. Maqtanib, meni kelinim gul bilan pul berdi deb. Aytgancha karis holimdan SMS keldi menga. Vachach, o'zgarishlar kuchli. Tez surtab tez uxlashimiz kerak. Soat 12 dan o'tdi. Ertalab turib yuvinishim kerak. Kim bilan uchrashishimni ertaga videoda ko'rsanglar bo'ladi. Inshaalloh. Kstati qo'ltig'imni rangini o'chirdim bugun. Qoracha rangda qo'ltig'imni tagi, o'shaning uchun bugun lazerda rangini o'chirdim. Bugun birinchisini oldim, yana 4 marta borishim kerak. 5 martalik lazer menga shuncha pulga tushdi. Shu bilan uhudimiz tugadi. Manilarni yig'ishtirmasdan uxlagani ketdik.